Agar siz hozirning o'zida shu turmushingizni har xil amallarni ishlatib beqib, faqat o'zgartirmayotgan bo'lsangiz, masalan, yaxshilanmayotgan bo'lsa, iqtisod ahvolingizni o'shanmayotgan bo'lsangiz, pul qozonganingiz bo'lsa, egalik tiklab, natija qozonib, turmushingizni hozir holatingizdan bir yangi bir qadamga olmoqchi bo'lsangiz, bu filmni cho'qim ko'rishingiz kerak. Chunki mening bugun deydigan narsam boshqalarnikiga o'xshamaydi. Nurg'ulg'an odamlar sizlarga egalik tiklash to'g'riliq har xil gaplarni qiladi. Men sizlarga bugun o'zimning beshimdan o'tgan narsalarni so'zlayman. O'zimning beshimdan o'tib boqmagan narsani bunda qilinglar deb so'zlamayman. Agar siz shu gapimni anglab qolsangiz, ham o'ylansangiz, ham shu digilimda qila olsangiz, men sizga 90% kafolat beramanki, turmushingizda cho'qim o'zgarish bo'ladi. Iqtisod ahvolingizda o'zgarish bo'ladi. Odam shu egalik tiklayman yoki pul topaman, pul qozonaman deb har xil ishlarni qilib boqadigan hamda. Agar siz hamma ishlarni qilib natija qozonmayotgan bo'lsangiz, pul qozonmayotgan bo'lsangiz, sizga deydiganim, siz xiyolingizga kelib boqmagan, o'zingizni qila olayman deb o'ylab boqmagan, lekin yaxshi ko'radigan, jur'at qilolmayotgan ma'lum bir ishni boshlang. Buningga meningki gap qilish huquqim bor deb o'ylayman, chunki men ayni vaqtida egalik tiklayman, pul topaman, men cho'qim bir pul tepib, iqtisod ahvoli yaxshi bir odam bo'laman deydiganman, cho'qim men bir xizmatdan istifa berib o'z oldimga ish qilishim kerak ekan, qimmatimni cho'ngaytirishim kerak ekan, doiramni kengaytirishim kerak ekan deb o'ylab, men nihoyat yaxshi bo'lgan bir xizmatimdan istifa bergan. Albatta, istifa berish jarayoni, ya'ni istifa beraymi, bermaymi, qila olamanmi, qilolmasmanmi, istifa bermaymi ya, nihoyat yaxshi xizmat bo'lgandan keyin bayram bo'lib kelsam bunday qilmay, texmi nachar kunga qolsam bunday qilma deb, men oldiga istifa berishdan burun 1,5 yil qiynalgan. Ya'ni 1,5 yilda ishkilanganda, bu jarayonda men atrofimdagi yaqinlarim qo'llaganlar bo'ldi, qo'llamaganlar bo'ldi. Ba'zilar deydi, hozir qishingni yaxshi qil deb. Yana ba'zilar istifa ber deydi. Oxiri 1,5 yil o'sha ishkilinishda men istifa berdim. Maqsad nima degan joyda, o'sha qiyragan vaqtimda ajab bir jur'atlik bo'lib boqmabdi ekanman. Ajab bir o'zimni bir sinab boqmabdi ekanman. Och qolmas o'g'aydim, deb qolmay degan maqsadda istifa berib, egalik tiklash yo'lini boshladim. Lekin men bir xatolik o'tkazdim. Ya'ni men egalik tiklayman deb o'ylaganim to'g'ri. Jur'atimningki, jasoratimning bo'g'rim nihoyat yaxshi ish. Ammo men shu xizmat qilayotgan shu saharimni, shu o'zimningki azaldan qilib kelayotgan ishimda men egalik tiklayman deb shu ishni boshlayaptim men-chu. Sizlar o'ylab beqinglar. Men burun qilayotgan shu ishni bir kollektiv bilan qilayotgan bo'lsam, men yinib chiqib kollektivni tashib etib, o'z oldim qilaman desam, o ishni qila olamdim. O ishga shuning uchun bir natija qozona olamdim. Bektas. Men shunda qilib qazanishga bu yoq tursin, ig'ir mag'lub bo'lgan. Atrofimdagi men yaxshi ko'rgan odamlarim meni tashlab ketgan ahvollar bo'lgan. Keyin shuni bilan o'zimni yo'qotdim men. Qaysi ishni qilishni, nima ish qilishimni bilmay, uyda 20 yillik aram oldim. Hech ish qilmadim. Bu jarayonda o'ylandim. Andan keyin o'zimni bir mezgil o'zimni pak tashib etdim. Shu egalik tiklash, tijorat, pul tepishga kirishmadim. Demilish tukkandan keyin o'ylanib qoldim-da. Men zodi qaysi xil yo'lni menib qilsam zot qazonama. Bu hozirgi bu jamiyat, bu ahvol ostida zodi qaysi yo'lni tanlasam iqtisod ahvolimni yengilama, o'ngshalama deb bek o'ylandim. Chunki o vaqtda men nurg'ulg'an qarzlarga bo'g'ilib ketgan. Eng qisqasi qarzlar sababli nurg'un narsalar ayrılgan men yaxshi ko'rgan odamlarim bo'lsin, a'loilarim nurg'unlagan odamlar mendan hamda ularning qadrim to'g'rida balkim tashlab ketganlar bo'lgan. Oxiri men o'ylab baqsam, men burundan o'zim biladigan ishni egalik tiklayman deb qilib ketdim-chu. Buni qanday tushundirman degan joyda, masalan, men burun xizmat qilgan vaqtimda nima ish qilgan bo'lsam, istifa berganligimni shu ish orqali egalik tiklayman deb shu sohani qildim-da. Men azaldan o'zimning kallamga kelib boqmagan, o'zim azaldan o'ylab boqmagan, qadam besib boqmagan yangi bir sohaga kirib boqmabdim-da. Shuning bilan oxir o'yinish orqali nurg'ulg'an shu ishkilinishlar, xulosalardan keyin men nimani his qildim desa, odam haqiqatan yangi bir nishonni, yangi bir natijani, yangi bir iqtisod ahvolini borliq keltirman deydigan cho'qim hozirgi va burungi shu
beshingizga kelgan shu ishlar jarayonlarga tubdan o'xshamaydigan yangi bir yo'l tanlashingiz kerak ekan. O'zingiz o'ylab boqmagan, qila olamanmi, qila olmasmanmi deb kallangizga kelib boqmagan yangi bir soha, yangi bir nishonni tiklab qadam etishingiz kerak ekanda. Yangi bir qadam, yangi bir nishon burun siz bilmaganligingiz uchun nurg'ulg'an jasorat, nurg'ulg'an g'ayratlar bo'ldi ekan. Nurg'ulg'an kamtarlik bilan o'g'inaman deydigan bunda bir ruh bo'ladi ekanda. Agar siz doim qilib kelayotgan ishingiz orqali egilib tiklayman deb egilib tiklaymayotgan bo'lsangiz hamda asosiy sabab shu, siz burundan tatib qo'yishni men bilaman-ku deblam nurg'ulg'an yerda ketkizib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Shunga shu qazanmayotgan, iqtisod ahvol o'ngshamayotgan, men zodi bir qo'pab kelsam bo'ldi, zodi bir pul tepib kelsam bo'ldi deyotgan shu o'zim demetli yoshlarımga aloqalar olsun yoki mesela shu singillarimiz yoki do'stlarimiz olsun. İmkoniyat olsa o'zinglarning kallalaringga kelib boqmagan, azaldan boqmagan, ham qilishni o'ylab boqmagan. Lekin shu jamiyatda yaxshi taraqqi qilmayotgan ma'lum bir sohani, ma'lum bir turni tutinglar. Hamda shuning qadaminglar. Agar men deganda qila olsanglar, sizlarga kapolat qilamanki 90% o'zgarish bo'ldi turmushingizda. Chunki men shunday qildim. Men shunday qilgandan keyin mening turmushimda o'zgarish bo'ldi. Mening iqtisod ahvolimda o'zgarish bo'ldi. Mening kelgusi taraqqiyotim, nishonlarimda texim yaxshilagan o'zgarishlar bo'ldi. Shunga deydiganim, odam egilik tiklayman, futuq qazanaman deb jasoratli bo'lish bu bek damlab ketgan ish emas ekan. Shu odam o'zi qilib boqmagan, boshqalarmi bu odam mushni qilyapsa, sen mushni qila olamsan deb atrofinglardagi odamlarmi sizlarga gumonlanadigan, ishonmaydigan bir sohani qadam boshlab qila olsanglar, ma'vo haqiqiy qo'l qo'ygudek ish shu. Ham shuningdek cho'qim futuq qazanasizlar ekan. Bu mening beshimdan o'tdi. Masalan, men hozir qilayotgan shu film ishlash, bevosita ko'z qilish, shu elektr ishlari degandek. Shunday ishlarni men burun o'ylab boqmagan. Ammo menda bunday yoshirin ixtiyor borligini men bilardim. Lekin men qilishga jur'at qilmagan. Men jur'at qildim. Mening turmushimda o'zgarish bo'ldi. Demak, sizmi o'zingiz qat'iy o'ylab boqmagan yangi bir sohani qadamingiz mengib boqing. Boshida sal qiyin bo'lishi mumkin, ammo bal qo'yatmang. Kamtarlik bilan nurg'un narsani o'rganasiz, yangi bir narsalarga, yangi bir ideyada qadam olasiz. Xuddi yangi tug'ilgan buvoq mengishni o'rgangandek. Chunki yangi tug'ilgan buvoqlar tug'ilib, mengishni o'rganishdan burun nurg'un qitim yiqiladi, nurg'un qitim tizlarini yaraqlab oladi. Ana shunday bir shintayda, ya'ni shunday bir holatda biz yangi bir soha tutish qilsak, bizda bir natija qozonish bo'ldi ekan. Ammo o'zimiz azaldan qilib kelayotgan ma'lum bir ishni men mush ishni bunday qilib o'taman, o'z oldimga bunday qilib o'taman deb iyliklab bosgan qadam 90% holatda bayram bo'ldi ekan. Balkim bu bir qismdagi do'stlarimiz azroq bir foyda olib qilishi mumkin. Ehtiyoji bo'lib qolsa, men degandek shunday qilib sinab beqinglar. Cho'qim sizlarda o'zgarish bo'ldi. Qo'ldamsa, men Zuliyar, hammalarga ko'pdan ko'p rahmat.